Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Bugun biz Poinkare filmi, Poinkare asari to'g'risida suhbatlashamiz. Mana 2021-yil olingandi ushbu film. Mana 4 yil bo'libdi ko'rishmaganimizga. Bu yil mana o'sha ishtirokchilar bilan, aktyorlarimiz bilan, asar muallifi bilan birgalikda mana suhbatlashamiz. Poinkare qanaqa olingan bu asar, qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan asar olinishida, umuman olganda shu film va asar to'g'risida suhbatlashamiz. 2015-yilda adabiyotshunos olim Shuhrat Rizayev yetib qoldilar. Abduqayim Yo'ldashevning bir asari chiqibdi, jahon adabiyotida chop etdik, Poinkare deb nomlangan. Shuni bir o'qisang, ko'rsang, yaxshi film chiqadi-yo dedilar. Keyin men olib o'qidim asarni. Endi o'qiganimda shunaqangi yoqib qoldi Dilorom opa, shunaqa maza qildim. Ana g'oyasi o'tda berilgan, boshqa asarlardan farq qiladigan jihati ham shu edi. G'oya zo'r edi. O'zbekning dardi, butun dunyoni hozir dardi kerak bo'lsa, shu narsa yotganligini o'qib yoqib qoldi. Va Abduqayim akamning oldiga bordim. Abduqayim aka bilan biz 2010-yilda Iqtidor degan filmda ish boshlaganmiz, birga ishlaganmiz. Bularni yozgan ssenariylari asosida film olganman. Abduqayim aka oldingizga bordim, esingizda bo'lsa. Kutilmaganda kelib qoldi Muzaffar. Endi birga ishlaganmiz. O'zi ham 2 soat gaplashdik-a, shu Poinkare ham qolmadi, O'zbek ham qolmadi, Perelman ham qolmadi. Bu kishi yaxshi tomoni shuki, asarda o'qib chiqqandan keyin material yig'ib turib shu o'rganadi chuqur, ham yuragiga ta'sir qilgan, ham o'sha ma'lumotlar juda katta. Bir matematik olim bilan gaplashsam 4 soat gaplashish mumkin Perelman haqida, Poinkare haqida. O'zingiz ham matematikani yaxshi bilar ekansiz shekilli. Men 5 yil matematika o'qiganman institutda. O'sha bilinib turibdi. Politexnikada o'qiganman, chunki matematikani o'qiganman. Albatta biz o'tganmiz Poinkarelarda. Biz o'ylaganmiz 10 ta Poinkare bor shekilli, aka-uka bular. Qarindosh urug'lar shakllanmasi. Bitta olim shuncha ish qilgan. Mayli-ku. Shu rejissor bilan gapimiz bir joydan chiqib qoldi. Keyin o'sha bu kishining taklifi bilan birinchi marta ko'nglim to'lib, ha yana yaxshi rejissor keldi shekilli. Yuragingiz bir taskin topadi. Ssenariy yozdik. Endi keyingi mashaqqatlar alohida bir 3 yil 4 yil qaytaverdi, badiiy kengashdan qaytaverdi. Men oxiri bezib ketdim. Bo'ldi, endi bormayman dedim. Muzaffar bezmaydi, boraveradi, pitching-michinglarga ham, boshqasiga ham. Men bo'ldi, boshqa olmasa kerak. Nihoyat nechinchi yildir olinadi deganda ham ishonmadim. Nahotki endi o'tgan bo'lsa, shuncha qaytarishgandi-ku. Yo olinadigan bo'ldi. O'zim ham xursand bo'lib ketdim. Uzoq kutilgan asar bo'ldi, chunki kuchli asarni hazm qilish ham qiyin ekanda va yo'liga to'g'anoq bo'ladiganlar ham ko'p ekanda. Shunda shu asarni ozmi ko'pmi ancha yil kutdik va oxiri O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi kompaniyasi O'zbek telefilm davlat unitar korxonasi tomonidan ishga tushirildi 2021-yilda. Va eng asosiy birinchi ishlarimizdan biri joylarni tanlash, obyektlarni qarash va undan keyin aktyorlarni tanlash eng asosiy vazifalarimiz biri bo'ldi va shunda biz Samitxon to'g'risini aytaman, spektaklda o'ynagandi. Spektaklda xuddi shu Bahodir obrazida chiqqan va spektakl qo'yilgan, Poinkare spektaklda o'ynagan. Va shuning uchun ham men qochishga harakat qildim ochig'i. Samitxondan boshida ham aytdim. Samitxon men o'ynayman dedim, aytdim. Tadbirda ko'rishga. Tadbirda. Yo'q, olmayman dedilar-da. Shunday endi bu spektaklga sahnalashtirganimizda, sahnaga chiqqanida ochiq quvonib, eng yaxshi ko'rgan bir aktyorni butun vujudini qamragan bir personaj bo'ladi-da, bir obraz bo'lib qoladi, u o'zingizniki bo'lib qoladi. Dublyor ham chiqishga haddi sig'maydi. Bo'ldi, shu rol shuniki, bo'ldi, endi chiqmayman. Shundan bittasi shu Poinkare sahnaga O'zbekiston davlat drama teatriga qo'yilgan edi. Kinoga olinishini eshitib, har holda menga berishsa kerak degan umid bo'ladi-yu, bu obraz bilan yashayman yillardan beri. Muzaffarxon aka bir tadbirda ko'rishdim. Muzaffarxon aka boshlabsiz, kastingga, probalarga chaqirarsiz desam, "Yo, siz olmayman" dedilar. Xuddi ustimdan sovuq suv quygandek bo'ldi o'zi ham. Nega desam, "Ya, endi siz teatrda o'ynadingiz, bir xillik bo'lib qoladi. Ham spektaklda o'ynab, ham kinosida o'ynabdi, rejissor qaramabdi, topolmabdi degan gap ham bo'ladi. Ham keyin spektakl qilib yuborishingiz ham mumkin" dedilar. "Kino bo'lsa bu" dedilar. Ha, mayli deb, lekin ichimdan bir zil ketdi lekin. Personajimni juda qizg'andim. Birovdan kim o'ynaydi bu aktyor, qanaqa o'ynaydi? Bergim kelmadi ochig'i. Va nasibada bor ekan. Nasibada bor ekan, lekin Samitxon bilan o'zi boshqa ishlarimizda ham ko'p ko'rishganmiz. Epizodlarda o'ynagan, lekin nuqul aytardik. Katta rol berasizmi, menga qachon katta rol berasiz? Men aytaman, nasib qilsa bo'ladi. Bunda spektaklda o'ynagan, lekin bu yoqqa olgim kelmadi filmga. Rostini aytaman. Bir xillik aytganingizdek bo'lib qoladi deb o'yladimda, keyin lekin provalar qildik. O'nlab aktyorlarni. Keyin yana bitta masala bor edi bu yerda. Bahodir yoshligi bor, Bahodir kattaligi bor. Bahodir yoshligi bilan o'sha oradan o'tadi, 20 yildan oshiq vaqt o'tadi-da.
o'sha vaziyatda bitta aktyor biz harakat qilib ko'rdik grim bilan o'zgartirishga boshida shunaqa o'yladikda shuning uchun ham samitxondan yoshi kattaroq odamlarni ko'rdik uni ko'rdik buni ko'rdik lekin haqiqatdan ham nasib ekan bu haqiqatdan ham tushib olgan ekan Puankare'ga Bahodir roliga oxirgi kuni chaqirdi. probani shunaqa zo'r topshirdiki hamma butun ijodiy guruhimiz ham man ham badiiy kengash ham hammasi aytdiki samitxon o'ynasin deb Unda bunday qilamiz jo'ra. Xo'sh. Men kiyevga borib kelay. Mana shu 5,5 tumonlikni qishloqqa qaytganimdan keyin olib olaman. filmimizda qaynana obrazi bor edi u chunki bu asarni butun mohiyatini ham o'shanga qarshilik ham ko'rsatadigan qaynana obrazi bor edi va rosa o'yladimda Diloram opam o'ynarmikanlar degan bir anavi keldi kallamga Diloram opamga keyin qildim Diloram opa dedim mana shunaqa asarimiz bor bilaman rollarni chertib o'ynaysiz bu shunaqa taniqli asar jahon adabiyotida chiqdi hammaga yoqdi man dedilar o'qib chiqay dedilar keyin shu asarni jo'natdim o'qib chiqdingizmi asarni o'qib chiqdimu endi eng qizig'i ayni ilhaq filmidan keyin payt edi hatto shunday bir ikkita odamlar ham tomoshabinlar orasida o'rtoqlar orasida shunday gap bo'lgandiki endi bu roldan keyin har qanaqa rolni o'ynayvermang ehtiyot bo'lib o'ynang degan gaplar bo'luvdi man ichimda kuldim o'zi har qanaqa rollarni ehtiyot bo'lib azaldan o'ynayman hamma rollarni o'ynayvermayman deb qo'ydim ichimdada keyin shu asarni o'qib chiqqanimdan keyin endi butunlay teskari ilhaqdagi rolimga umuman teskari rol birinchidan asar shu darajada menga yoqdi man o'zi umuman shu ijtimoiy mohiyatli asarlar menga juda yoqadi bu yerda o'sha jadidlar gapirgan qachon bu to'ylar yo'q bo'ladi qachon xalqim o'qiydi qachon dunyoga chiqadi degan dard mana bugun ham bordi u haliyam bordi haliyam o'lmayapti deyish shu narsa eng qizig'i to'ylarga shunaqa urflarga hukumat qanchalik shuni chegaranglar desa ozgina chegaralab turishadi yana o'shani yo'liga tushib ketadi deb ba'zan o'ylaymanki mana siz yozuvchisiz xalq orasida xalq psixologiyasini yaxshi analiz qilasiz o'zbekga xos narsamikin bu deyman shu o'zbekga shunaqa maishiy keldi chiqdilar to'ylar bordi keldilar ilmdan ko'ra o'qishdan ko'ra muhimroqmikin deb o'ylayman shuning uchun bu ijodkorlarni bizani og'riqli nuqtalarimiz asar menga nihoyatda qattiq ta'sir qildi shu 30 yilim qachon keladi deb 3 marta faryod qilganda o'sha bilan birgalikda faryod qilganman ichim og'rigan keyin shuni ko'rdimu haligi qaynanani ko'rdimu endi shu rolni mazza qilib o'ynadim bilasizmi mazza qilib o'ynadim man hamma rolim ham o'zimga yoqavermaydi haligi o'ylab qo'ygan narsalarim ba'zan chiqmaganda mana shu yerda bo'lmabdi shu yerda mana bunaqa qilishim kerak edi deb o'zimga juda ham tanqidiy munosabatda bo'laman lekin menimcha shu rolni to'g'ri qildim shu rolni joyida bo'ldi Shu birinchi qaraganingizda Diloram opa kuyov o'sha hamma nafratlarni ko'rsatib berganlar juda keyin bu butun o'sha Puankareni orzusidagi olimlarni bizani kelajagimizni bizani ma'rifatimizni shu changali bilan shunday yulib olib yo'q qiladigan odamda shuning uchun haligi ayniqsa hali kirib kelasiz-ku kirib kelganda man haligi mana shunaqa qilib qo'llarim mana bunaqa qilib eting o'sha odamni shunday olaman deganim bu mani ichimdan o'zimni nima qilganman shuning uchun sizga rahmat birinchidan avtorimizga muallifimizga rahmat shunday asar yaratganiga bu yerdagi har bitta kichkinagina rol ham siz uxlayverishingiz ham uxlab zabt etganda bu dunyo jo'rangiz ham bir ajoyib Abdu Kunduzni qarang kichkinagina rol jinnixonani shunaqa ajoyib endi Boburlarni yaratgan aktyor endi shu rolida shunaqa qiyomiga yetkazib qilgan juda chiroyli o'ynagan juda chiroyli o'ynagan u o'ziga beriladigan $1 million voz kechgani rostmi? Rost. Bizni mijoz ekan. Detallarga juda katta ahamiyat berasiz deb bilasizmi? O'sha davrni muhiti juda chiroyli muhitni suratini chizib berasiz.
lentadagi rang, o'sha dekoratsiyalar, narsalar, haligi detalli, haligi nimalar. maishiy hayotdagi hamma narsa bor. Hamma narsa bor. O'sha davr haqida gapiradi. Mani qizimni o'ynaganini qarang. Yig'lashini qarang. Doim qilaveradi. Bir xilda gapiryapti. Keyin onasini topdingiz-ku qariganini. Qanaqa bo'larkin deb qarasam, voy uning xuddi o'sha qizimni qarigan yo'q, qatdan topdingiz bunaqa tipaji. Kutib turdim. Nima qilarkin? Bu ham o'shaqa ay Muzaffar xuddi shunaqa yig'latsa zo'r bo'lardi-de. O'sha qiz yig'laganda yig'larmikin dedim. Birinchi yig'lagan uncha o'xshamadi. Lekin oxiriga hali avjiga olib yig'layotgan xuddi o'sha qizim. Yillar davomida o'zgarganligi. Yo'q, o'zgarmagan o'sha. Nimasi o'sha? Yig'i bilan eri shundoq changaliga olib, rasvoyi raddi balo qilib, oxiri o'ldirgan mana shu yig'i. Siz o'yida taniqli aktyorsiz. Siz yaxshi rollarni teatrda ham, kinoda ham o'ynab xalqqa tanildingiz. Lekin G'aybulla chinakam teatr Poincaresida Muzaffar. Shu teatrda necha yildan beri ishlayotganlarni bilaman. G'iring demaydi. Demaydi. Sabrli. Faqat rolini o'ynaydi, sadoqat bilan, sidqidildan shu teatrga xizmat qiladi. Boradi, uzoqda turadi. Poincareni, ya'ni hali olimimizni fojiasini shu darajada chiqarib bergan. Men ikkinchi marta shu ko'rsatuv yoziladi deb ikkinchi marta ham kitobni o'qib chiqdim. Ham filmingizni ko'rdim. O'sha axir men yozganman-ku buni, axir men yozganman-ku degan joylarga baravar yig'ladim. Nega? Axir buni men topdim-ku. Men topdim-ku buni. Buni men yechdim-ku. Asarda bo'lmasa kerak. Haligi siz kiritgansiz, agar xato qilayotgan bo'lsam uzr. Eslaydi-ku, Perelmanni kelib undan Keyin qo'shtirgan. Keyin qo'shtirgan. Omadini berib oladi. Shoyada yo'q edi mani. Yo'q. Shu darajada ajoyib shu ham, mana shu qo'shilgani shundoq nuqtaga uradi-de. Haligi yigit Perelman keyin siz ijro etish o'tda xuddi olimlardek diqqat bilan tikilyapsiz, eshityapsiz. Juda ham ajoyib chiqqan mana shu bola siz olishingiz mumkin bo'lgan narsani Olib ketadi. Omaddi. Omad. Dilorom opa, hozir qizingizni esladingiz. Mana Mehribon o'zi ham kelib qoldi. Ishlar bilan. Keling. Assalomu Keling. Keling. Rahmat. Nima, qizim, ana yig'ini o'zingiz topganmisiz yo rejissor aytganmi? Biza o'sha birgalikda topilgan narsa. Yig'ini o'xshatib berganimda sal yetmayapti Mehribon. Ozroq ishlating, yelkalaringiz bilan o'ksib yig'lab bering deganlar o'shanda. Yoki har sahnada xuddi shu yig'ini, ayniqsa oxirgi notkalarini qilish bu Muzaffarda talablar bo'lgan bo'lsa kerak, o'shani doim qaytaring degan gap bo'lganmi yo o'zingizni nimangizmi? Yo'q, o'zi shundoq tabiiy chiqqanda u jarayon. Aytganingizdek, u boshidan bor edi g'oya o'sha. Bir xil. O'sha gapi ham bir xil-ku. Endi qanday yashaymiz? Endi nima qilamiz degan so'z o'sha qariyasiga ham shuni ishlatganmizda, shu so'z ushlab olganmizda bir xil so'z bo'lishi kerak edi, bir xil o'tirish kerak edi. Bir xil notada. Bir xil. Endi nima qilaman? Qanday yashaymiz? Ertaga onam kelsa shu katalayni qanday ko'rsataman? Uyat, sharmanda. Probaga Mehribonni Samitxon olib kelgan. Samitxon teatrda birga ishlashadi. Abror Hidoyatov teatrida probada o'tib qolgan. Men rosa qidirdik, rosa harakat qildik, boshqa har xil qizlarniki Mehribon kelganda bittada bo'ldi dedim, topildi dedim. Yoshi o'tganroq paytida aktrisa topishimiz endi qiyin, rosa qiyin bo'ldi. Chunki bu bilan o'xshash kerak, o'sha xarakter ham o'xshash kerak shu narsa. Rosa qidirdik. Butun teatr, viloyat teatrlarini qarab oxiri Sirdaryo
drama teatrining aktrisasi Ranopani oldik. Ranopa o'ynadilar. O'zim ham ko'rganda hayron bo'ldimki, bular shunchalar o'xshash bo'lib ketdiki, rostdan ham Mehribonni qari varianti bo'ldi. Sal yoshayotgan varianti bo'ldi. Gapirishlari ham. Yig'lashishi shu keyin Ranopaga ko'rsatdim-da men. Mehribonni olib bo'ladikda sahnasini. Keyin men mana shunaqa yig'ilish bir xil bo'lish kerak, bir xil bo'lish kerak Ranopa. Mana shu o'shanga harakat qildik. Keyin siz go'shankada o'zingizga sekin tortasiz-ku. Ana shu yerda sizni yuzingizdagi shu qahramonga yarasha bo'lgan ichki dunyo va bundagi quruqlik, sovuqlik, mana shu narsa shunda kadrda sezilib turibdi. teskari qilib bergansiz shuni, bilasizmi? Ikkita dunyo bir-biri bilan uchrashyapti. ikkita dunyo, aynan bir-birini ikkita hech dunyo. qachon tushunmaydigan butunlay dunyosi boshqa Teskari odamlar. odamlar. Mana shunda tasviri aktrisamiz ham bergan. O'sha joyda ham bilasiz, zo'r muzika berganman. O'sha kompozitorimizga ham rahmat, Abdulqosim Mo'yinzoda haqiqatan ham juda chiroyli bir musiqa. Ayniqsa finaldagi muzikalar, monotonni muzika-yu bir xil, lekinchi adoyi tamom bo'lgan, talantli, qobiliyat, fojia, shu narsalar hammasi bor o'sha muzikada. Ahmadjon, umidim sizdan. Dunyo sizga tan beradi. Ahmadjon, dunyo tan beradi. Dunyo, Ahmadjon, to'xtang. Bir kuni Samtxonaga telefon qilib qoldilar. Mehribon rasming bormi? Yubor menga deb. Keyin sochlarim sariq edida o'sha kuni bo'yatgandim. Borib ataylab bo'yatib keldim, nimaga bilmayman. Keyin rasm yuborsam, bo'ldi, o'tding dedilar. Tezda javob keldi, bo'ldi, o'tding. Voy, qanaqa kino deyman. Bu yerda teatrda repetitsiyalar qaynab turgan payt edi. Voy, bu yerda repetitsiya bo'lsa qanaqa qilib boramiz syomkaga deb turibman. Keyin borsak, Muzaffarxon aka bilan birgalikda ishlarni boshlab yubordik. Tushuntirdilar, shunaqa rolingiz deb. O'zim bilganimcha o'sha ustozlardan o'rganganlarimni sekin o'sha qo'llab boshladim. O'sha joyi o'zida xatolar juda ko'p bo'lgan. To'g'risi, u filmni men boshdan oxirigacha o'zimni joylarimni aynan ko'rmaganman to'g'risi. Chunki xatolari juda ko'p bo'lganda. O'zimni ijroyimda. Yo'q, juda yaxshi chiqqan. Eng qizig'i dublyajda qatnashmayman dedilar, lekin majbur qildim. Chunki xomaka materialimizda ovoz zo'rda, boshqa odam bersa bunaqa chiqmaydi. O'zini ovoz hali aytganicha yig'i ham bunaqa chiqmaydi-da. Keyin o'zini majbur qildik. Komil aka Tursunboyevga rahmat, dublyajda men aytdim, Komil aka shuni ishlatamiz, o'zini qarang. Komil aka bitta yaxshi odati bor lekin. Yangi bo'lsa chaqirdinglar. Ishlatamiz dedilar. Keyin haqiqatdan ham ishlatdik, erinmasdan o'sha natija berdi. Agarda boshqa dublyaj bo'lganda unaqa bir-biriga qovushmasdi. Agar men tegmaganimda xotinsiz qolib ketardingiz. Muhammadali Abduqunduzov, O'zbekiston Qoraqalpog'iston xalq artisti Muhammadali Abduqunduzovga rahmat. Kichkina rol bo'lsa ham yo'q demadilar. Jinnixonani bilasiz, doktor o'zi bitta o'ynaydigan. Teatrga borsam, bitta spektakl chaqirdilar Muhammadali aka. Borsam, mo'ylov qo'yibdilar birinchi marta. Mo'ylov qo'yib qo'ygan ekanlar. Kim aytdi Muhammadali aka dedim. Bitta zo'r rol bor sizga dedim. Mana shunaqa jinnixonani shifokori bor desam, qanday bo'lar ekan dedilar. Men zo'r chiqadi. Uni boshqacharoq yumroq qilamiz, aksent beramiz har bitta narsaga deb ishlovdek zo'r narsa chiqdi. Ko'z tegmasi Muhammadali akaga rahmat. Haqiqatdan shu mo'ylovlar ham ish berdi-da. Hammasi bitta bizdan tashqari avvalambor Alloh aniq qilib turadi. Joy-joylab ham turadi, hammam chevar. Xuddi shunaqa mana Ilhomni ham chaqirganmiz probaga. Buni roli ham do'stini roli. Shu hali aytganingiz uyquchi rol, lekin o'ziga xosda o'sha o'tda bironta bir ortiqcha odamni ko'rmaysizda. Mana shu asarda epizod yo'q. Har bittasini o'zini maqsadi bor, xarakteri bor, qiladigan ishi bor-da, hammasi kerak. Dilorom opam aytganlaridek, bu ham o'sha hayotni buzadiganda, o'sha yaxshi bilan o'sha ijodiy hayotini, nimadir erishmoqchi bo'lgan narsasini, hayotni buzib qo'yib, mana shunaqa yengil narsalarga qiziqtiradigan. Umrini uxlab o'tkazgandi. Boyir akam syomkaga kelsalar, birinchi kun keldilar, Ilhom yot dedilar Muzaffar aka. Unda yotimmi? Gapirdilar, chiqib ketdilar. Ertasiga ham syomka. Bunaqasiga yot dedilar, bunaqasiga yotdim. Boyir Qachondir turadi Muzaffar menga qarab, "Mana bu bola hech qallasini ko'taradimi yo'qmi o'zi hech deb."
keyin kuldilar. Muzaffar akam rolni o'zi taqsimlab to'g'ri berganlari o'sha uxlab yotganim uchun keyin san shu yigitdan obrazini bir Bahodir yoniga qo'shamizda Puankare bilan Ukrainadagi joyga qo'shamiz deb olib ketganlar. Olib ketisham bir hafta oldin bo'ldi, kim ketadi mana shu o'rtog'ida ketadi, personajga ketadi aytganlar. Aktyorlardan faqat ikkalamiz, qolganlar operatorlar boshqa. Tayyorgarlikni ko'rdik, operator o'zini mana bunaqa narsalari bilan olib ketadi bilasiz. Rejissor o'zini narsalari bilan hammasi bandda narsasi bilan. Keyin Ilhom dedilar, katta sumkangiz bormi dedilar. Keyin ha bor dedim. Shuni ham olib oling dedilar. Nima qilamiz o'zi kiyim olib oling ishingiz bo'lmasin dedilar. Keyin o'zi filmga kelasiz dedilar bir kun oldin. O'zi filmga borsam ichiga ko'pgina paltolar turibdi-da. Bu paltolarni nima qilasiz desam, u yoqdagi dedilar rollarimizni tashqari masofkali ham ularni ham narsasini olib ketamiz. U yoqdan olmaymiz desam, yo'q bularni o'zimiz olib ketishimiz kerak dedilar. Ha bo'pti dedi, sumkaga bir 15 tacha paltolarni tiqdik. Qishki qalin palto. 80-yillarni paltolari. 80-yillar o'sha eski payt narsalarni tiqqanmiz. Samitxon akam xuddi shunaqa sumkaning narsasini tiqilgan. Ketishda chiroyli kiyimlarni kiyib, o'sha sumkalar bilan samolyotda ketdik. Ukrainaga. Bordik, o'sha syomkalar bo'ldi, boshqa bo'ldi, kiyimlarni kiydik. Endi sovg'a salomlar oldik o'zimizga, boshqa qildik. Endi bilasiz, o'tishimizda u yoqda kilogramga olib qolishadi narsa. Chegaralangan mahsulot 15 kilo bir odam boshiga shunaqa belgilangan nima bor. Endi u narsa ko'payib ketgan juda ham. Sovg'alar olishgan. Ko'p biz sovg'alar olganmiz, boshqa olganmiz. U narsa ko'payib ketgan. U paltolar bizga umuman kerak emas endi. O'zi eski palto. Uni Muzaffar aka tashlab ketaylik desa, o'zbek film narsasini hayotda tashlab ketib bo'lmaydi. Uni albatta olib ketishimiz kerak dedilar. Keyin Samitxonga nima qilamiz deb hozir zo'r yo'li bo'ldi Samitxon aytdi. Bitta kiyamiz kiyimlarni dedi aeroportda. Shuna chetga o'tib katta sumkani ochdik, qarang. Meniki plashida yengilroq, ikkita uchdan ustidan plastik kiydim. Samitxon bir palto olgan ekan, bir 7-8 kilo keladi. Og'irda. Natural teridan qilingan og'ir kiyimlarni kiygan, o'yga paltolarni kiygan, sharflarni o'raganmiz. Bo'lmasin 4 ta palto kiygan. Ustma-ust kiygan, bor. Voy Samitxon to'layman, qo'ying, yuring deb. Yo deydi, nima qilasiz? Ortiqcha versiyaga to'layman desalar ham yo'q. To'lamaymiz. Ano chegarachilar kulib yuryapti, Ukraina chegarachilari. Voy deydi, nima bo'lsa bu ham aktyor, haligi u yoqqa syomkaga keldik deb tushuntiryapmiz. Atrofdagilar ham hayronda, bunaqa kiyimlar kiyib olgan. Lo'lalarga o'xshaydi, ta'sirlar ustiga. Hozir lo'la hapib qolaman. Shu gapni hozir uni oldin o'ylab aytmadim hozir. Ano bo'ladi-ku, odamga qayta qishda qolib ketgan odam bo'ladi, bir tundirada qolgan odam buncha kiyinmasa kerak. Bechara ko'tarib keldi-da shu 20 kiloni ustida. Yo, men shunaqa 1.90 bo'yli odam kiyadigan paltoni kiyganman. Oxir 1.90, men bo'y 75. Shunaqa uzun sudrab kelyapman. Oxirgi kiygan paltom juda og'ir. Eng kiyib qolganman. O'sha Ukrainadan keladigan sovg'a salomlarimizni hammasini mana shunaqa og'ir kiyimlarni kiyib, lekin o'sha olamizga masalan shokoladlarimizni, boshqa sovg'a salomlarimizni olib, lekin O'zbekistonga olib kelganmiz hammasini. Mana shunaqa qilib. Unutilmas voqea bo'lib qolgan. Endi o'zi Kiyevda bo'ladigan syomkamiz ham shundan bo'ldiki, oktyabr oyida bitta festivalga bordik va Aydinlar filmimiz bilan. Shu yoqib qoldi men Kiyev. O'zi biz asarda Moskvani yozdik, Moskva edi bizda asarda. Kiyev yoqib qoldi. Undan tashqari u yerda bizga yordam beruvchi insonlar chiqdi, ya'ni kinostudiyada ishlaydigan rejissorlar, o'shalar chiqdi-da, ular bilan gaplashsam, keling biz yordam beramiz deydi. Shu bilan keyin Kiyevga o'zgartirdik haligi voqealarni va u yerga borganmiz. Haligi ular yordam berdi, masovkalarni chaqirib berishdi, boshqa qilishdi. O'zim keyin kirib gaplashdim. Taras Shevchenko nomidagi universitet, Kiyev davlat universitetiga o'sha kirib gaplashdik, prorektori bilan syomkalarni boshqa qildik. Sovuq, kun juda ham sovuq, ko'chalarda juda qiynaldik. Endi shunaqa joylar borki, ko'chada, ana yurib kelishadi-ku, ana parfil oladigan joyi bor. U orqadagi odamlar endi ularga farqi yo'qki, odamlar misol uchun u parfelni qatdan topdinglar. U parfel bu yerdan olib ketdik uni ham. O'zbek filmdan. O'zbek filmida bor ekan. Teatrdan olgan. O'zim spektaklda ishlatadigan rekvizitim u. O'shani olib ketdim. U yerda ko'rsangiz zamonaviy mashinalar bor. Zamonaviy mashinalar turibdi ko'chada. Ularni endi bo'shatib, endi nima deydi, ularga ham rahmat, shu Kiyev xalqiga ham baqiriqlarimiz chidadi bechoralar. Deyman, bilet surib baqiramiz, u yoqqa bu yoqqa ish qilib, amallab oson bo'lmadi. Amallab o'zga yurtda ham do'larni olib keldik. Qancha? 120 rubl. 120? 120? Это фантастика. Axir bu fantastika-ku. Boshing ko'rasanmi buni? Ol, afsuslanmaysan. 100 yildan keyin ham yangiday turaveradi. Menga yoqdi. Olaman. Kinoning o'zining tili bor. Shuncha yil yurgan bo'lsam, baribir nyuanslari bor. Biz ko'p narsa rejissyorga tushuntirgan payti o'ylab turib, birdan yarq etib bir narsa ko'rinadi masalan. Bu yosh oson bo'ladi. Ba'zi rejissyorlar ishlash og'ir. Muzaffarxon bilan
bir tez tushunamiz. Haqiqatdan ham o'sha aytgan gaplari chuqur ma'no bor ekan. Shu ko'rishishi, shu g'oyani tashlashi menga juda ham yoqib qoldi. Buni endi maza qilib yozasiz-da. Menimcha juda o'rniga tushdi shekilli shu joylari. Ssenariyda yana bitta joy bor. Menimcha u hikoyangizda yo'q edi. Haligi qizingiz muzika chalib turadi-yu. Qahramoningiz ishlayapti. Formulalar ustida, matematik formulalar ustida ishlayapti. Lekin muzikani eshitib, shuni ohangida nima qilyapti? Sizni shu matematikligingiz bilinyapti-da, shunda mana matematika maktabida o'qiganman-da. Men matematikani nimaga yaxshi ko'rib qolganman? Bizni o'qitadigan ustozim aytganki, matematika bu dunyodagi bor voqealarni, hodisalarni ko'rinishi, tabiatdagi hodisalarni, koinotdagi bo'layotgan hodisalarni bu ko'rinishi, formulaga tushgan holati degan. Shuning uchun menga o'sha koinot, shu matematika poetikasi menga juda yoqib qolgandi. O'zimga shu bilan men matematikani yaxshi ko'rganman. Mana bu yerda mana shu detal aniq biladi-da. U muzika unga xalaqit berish kerak. Formula qilyapti, ish qilyapti. U bo'lsa muzika bunga ilhom beryapti. Bu shu formulalarni bir ko'ryapti, to'qiyapti muzika bilan birga. Hali onani shalab etib gapi bilan u ham o'chadi. Shuning uchun menimcha bu ham ssenariyga keng qo'shilgan. Hikoyada yo'q edi bu narsa. Lekin juda topilma joyda bo'lgandilar. Topilma. Gapingiz to'g'ri-da, bu Poinkarening o'sha gipotezasini koinot formulasi deydi. Koinot formulasi. Ichida musiqa bor-da koinot. Koinot formulasi umuman matematikadagi har bitta formula bitta tabiiy hodisani ko'rinishida o'zi bunday qarasa. Men endi koinotni boshqa tushunmadim. $1 million uchun yuraman, menga kerak emas deydi, qarang. Yo'q, bu haqiqatan bormi, tarixan bormi? Perelman haqiqatan shu gapni gapirgan. Olmagan 1 million. Men koinotni boshqarish bilan $1 million uchun yuramanmi degan gap. Onasi bilan kommunalni uyda yashaydi, bilan onasi pensiyasiga yashaydi. Lekin $1 million olmadi. Uylanmagan, bola chaqa orttirmagan. Shu bizani O'zbekga tushgan nima bo'lardi shu? Nima bo'lardi? Uchastkala qilardi, hovli olardi, to'y qilardi. Shunaqa bo'ldi, ikkita bolali bo'ldi-ku. Bizdagi O'zbek shuda topgani. Shunaqa bo'ldi, nima bo'ldi? U shuni qilmadi, topdi. Endi bu yerda ko'p narsa borda, asarda men rosa o'ylayman. O'ylantiradigan asarda. Haligacha bundoq qarasangiz, agarda bu hali Munisaga o'ylanganda, balki boshqacha bo'lardi hayot. Boshqacha bo'lardi. Mana bir-biriga to'g'ri kelmasligi ham borda, mana plyus-minus. Bu ayoli bilan aytganingiz bu boshqa dunyo, bu boshqa dunyo. Endi lekin sizni gapingiz bo'yicha hozir bu ayolga, ya'ni men ijro qilgan personajga uylanganligi uchun ham hayotda qaysidir ma'noda bo'lmadi degan gap bitta emasda bu yerda bir necha. Mehribon. Jahli chiqdimi? Yo'q, bu yerda bir necha holat bordi. Bu yerda taqdir ham bor, ani ruchkasini berishi, omad berishi ham ko'p, aytaman, bu juda o'ylantiradigan narsa. Eng asosiy narsa maishiy hayot. Odamni o'sha Dalonovning aytgandek, o'zbekni taqdir yotibdi. O'shanga ruju qo'yishi, mana shu illatlarimiz bor-ku, to'y qilamiz, qarz olamiz. Bundoq qarasangiz, bu ayol o'zini haqiqati bor. Ya'ni bu ayol shu o'rgangan hayoti, uyim bo'lsin deb bo'lsin, to'y bo'lsin, dang'illama to'y qilib, odamlar gapirsin, boshqa qilsin, shu ma'noda aytyapti. Lekin bu yerda dunyoviy nimaga bizda Ibn Sinolar, Al-Xorazmiylar uylanmagan. Ular nimaga uylanmagan. Uylanmagan. Noto'g'ri chiqib qoladi. Yo'q. Mana yozuvchimiz. Navoiyning katta jasorat uylanmaganiga. Uylanmagan. Hali Abu Ali ibn Sinolar, Yo'q, to'g'ri, hozir aytmoqchi bo'lgan narsa endi chiqmas ekan. Yo'q, shuning uchun ayol kulfat keldi. Chunki ular ensiklopedist olimlar bo'lganda, ular 50lab, 100talab asar yozganda. Ya uylangan Nobel mukofoti sohiblari ham ko'p. Men demoqchimanki, faqatgina uylanishda emas, balki bizda o'sha ortiqcha hasham, maishiy hayot, mana orzu havas o'shanimiz ko'pda. Agarda aytganingizdek, ular misol uchun soddagina uylanish bu oddiy holat, ilmiy ish qilish, bir narsani ixtiro qilish o'z yo'lida ketursa, uylanish bilani o'z yo'lida ketsa boshqa narsa. Bizda o'sha orzu havasimiz ko'p, yozilmagan illatlarimiz ko'p.
man o'ylaymanki bu personaj kimnidir karyerasimi hayotimi gurkirab ketishi uchun kimdir baribir qurbon qilishi kerak qaysidir orzularini maqsadlarini. Bu personaj shu oilasi uchun baribir qurbon qiladi-da. O'zini maqsadini qurbon qildi deb bildim men. Lekin o'sha alami ham shundada, armoni ham shundada buni. O'sha bechara misol uchun shu Perilmanning o'rnida bo'lishi mumkin edi-ku bu bechara. Butun boshli millatida bitta shu inson bo'lsa bo'lardi Perilman sifat misol uchun. Juda katta narsa-da bu yerda. Bu asarni hali aytganimdek o'ylagan sari Dilorapa chiqaveradi-da, g'oyasi, mag'zi har tomonlama ochiladi-da. Agar men sizga tegmaganimda, o'zingizga o'xshagan dovdir xotin yo'liqqanida bormi? Ana o'shanda ko'rardingiz. Ha? Nima bo'lishini? 102 bo'lmay birovlarni qo'liga qarab o'tirardingiz. Ha? Sirkda bo'ri bor deydi. Bordim, rostdan bo'ri bor ekan, u bo'ri ham qo'chqor bilan birga yashashar ekan, bitta kletkada. Ikkalasi tomosha ko'rsatar ekan. Yo'q, ikkalasi birga tug'ilgandan birga ekan, bir-birini ustida tomosha ko'rsatar ekan mana shu sirkda. Hali bo'rini endi har holda bo'ri olib bordik botanika bog'iga, leska bilan ana boyladik bo'ynini. Ya'ni egasi boyladi. Undan oldin bir mana shu katta tovoqda go'sht berdi, to'qroq bo'lsin dedi-da, chunki atrofga tashlanib qolmasin deb. Lekin baribir ham distansiya saqlab olamiz-u, o'ylayapman, leska uzilib ketsa nima bo'ladi? Chunki tovoqni Birinchi bo'lib tashlab. Chunki hali bo'rida uni tishi bilasiz-ku, uni bilan lezbiya bilan bir xil bo'ladi tishlaganda. Haqiqiy bo'ri bilan ish qilib oldik, amallab. O'ylaymanki, o'sha yomon chiqmadi, sahna yaxshi chiqdi. Juda lekin xavfli sahnalarimiz ham bo'ldi bu filmda. Buni ko'pchilik Muzaffar aka bilasizmi, grafika ham bo'lsa kerak deb o'yladim. Haqiqiy bo'ri. Endi ko'rganlar bo'ri deb biladi, siz lekin qo'zichoq bilan yashaganini bilasiz o'zi. Ha, uni men bilaman. Qo'zichoq qayerga qo'ydingiz shunda? Menga darrov o'sha yerda fikr keldi. Qo'zichoqni boylatdim. Nimaga? Nimada hikoyangizda qo'zichoq Yo'q, yo'qmi? qo'zichoq yo'q. Yo'q, qo'zichoq yo'q. Mana bu yerda ikkita ma'no chiqyapti-da. Qurbon. Ana shu Yovuz bo'ri. Bo'ri bu qurbonlik boylab qo'yilgan bo'ri. Va onasi bo'ri. Qurbon. Ana xuddi shu ma'no. Qo'y qo'zichoq bilan. Bir xil payt bilasizmi, vaziyatda ham shu g'oyalar kelib chiqadi-da. O'sha yerda o'yladimki, to'xtang dedim. Bu chunki birga olib kelish kerak ekan. O'zi bo'rini olib kelib bo'lmas ekan o'zini. U birga kletkada kelar ekan ikkalasi, birga olib kelishdi. Keyin aytdim, bu qo'zidan foydalanamiz dedim. Buni dedim ovchi boylab qo'ygan bo'ladi, bo'rini chaqirish uchun dedim. Va bu yerda bu g'oya kelib chiqdi. Haligi aytganingizdek bu protagonist, bu antagonist o'shani keyin g'oyasi kelib chiqdi. 80-yilga mos bo'lgan joylar juda kam qolgan. Bo'lmasa o'zgartirdik. Misol uchun Fanlar akademiyasining kutubxonasida oldik, juda ko'p sahnani ularni bizdik, qurdik. Ana yotoqxonani ham esingizda bo'lsa juda qiynaldik, qurdik, bizdik. Rosa qidirganimiz uy kerak edi. Eskiroq uy, lekin bu 2000-yillarning uyi kerak edi bizda. Biz qidirdik-da va buyuk o'zbek kompozitori Muxtor Ashrafiyni uy muzeylari bor ekan. O'sha yerda yoqib qoldi bizga. Borib rahmat deymiz ularga ham. O'sha yerda ruxsat oldik, syomka qilishdi va hali aytganingizdek pianino turgan ekan shu yerda. Hali shu pianinoni ko'rdimda, uyga borganda rasmlar olib ketamiz-ku biz. O'yladim, shu pianinodan ham foydalanaylik. O'zi turish kerak emas, chunki bizda qonun miltiq tursa otilish kerak. Keyin haligini o'yladim. Qizi chalsa-da, bu dedim, chunki matematikani ham ko'p eshitganman, musiqaga taqqoslashadi, bilsangiz, ana musiqiy notalarga taqqoslashadi. Va o'sha g'oya kelib chiqdi va shuni amalga oshirdik. Muzaffarxon aka, mani sahnam bor-ku, Ilhomjon bilan boramizda. Pulga yozib beradi ilmiy ishda. Keyin bir xumchi suvenir turadi-ku, hamma narsa bo'yniga osib olgan. O'sha yerda turganda oxirida krupniy kadrda qo'yda turganmiz-ku. Ko'rsatganlar sizda o'shani. Ha, o'shani kulishi bilan bir xil o'shani detalni o'ylaganmizda, uni o'ylab o'sha o'tda undan ham foydalanib ketgan. Keraksiz narsalar osib olgan bir meshchanning bir haykali bor. Haykalchasi. Xitoy haykali. Hamma narsa kerak emas narsa osib oladi o'ziga. Xuddi shunaqa, ana o'tda ham qarang, pianino fikr berib ketgan. O'sha uyda pianino turgan ekan, men qo'shdim o'sha yerda keyin. O'sha personaj unga o'xshab personajga aytdimki, aytasiz, pianino oldingizmi deydi. Oldingizmi desa, ha, kerak bo'lib qolardi, olib qo'ydim dedi. U odam farqi yo'q. Tursa bo'ldi. Tursa bo'ldi, olib qo'yaveradi. Puli bor odam olib qo'yadi. Xuddi shunaqa. Arzon ish kelib qolsa bo'ldi. Ha, mana shu dissertatsiyani ham deydi, yoqlab qo'ying deydi.
sotib olmoqchi bo'ladi. Endi qarangda bu o'sha obraz, o'sha meshchanlarni obrazida, Meshchanlikni meshchanlikni obrazida. obrazida bu. O'sha kerak emas narsani o'zi tushunmaydi. Uni ichiga kirib bormaydi. Unga kerak emas shu narsalar. Pianino ham kerak emas, dissertatsiya ham kerak, lekin olib qo'yadi. O'tirganda dizertatsiya uxlaganman deb qo'yadi-da bir. Choyxonada maqtanib uchun. Menda ham bor ilmiy eshitib. insonning eng katta boyligi vaqtda bu. O'sha asarda ham borki, lekin bu faqat muammo bizga tegishli emas shekilli. Mana bular filmda borishdi. Ispaniyada xalqaro kinofestivalda birinchi o'rinni oldi. Shuni ayting ana. Poincaré. Bolgariyada Grand Prix'ni Grand olishdi. Prix. Ispaniya telekanali 1 yil davomida Qo'yib subtitr bordi. bilan namoyish qilishdi. Kanallarida har shanba yakshanba ketdi yana. qarang Eng qizi. qanday ajoyib. Bir necha Ispaniyada, kanallarda Ispaniyada Yevropa qo'yildi. markazida. Yevropa. Yana qayerda dedingiz? Bolgariyada Grand Prix Bolgariya oldi. Grand Prix O'zi oldi. aytib Bolgariya kino akademiyasini asosiy faxriy akademik mukofotini bo'ldi. oldi. Akademik Akademik qarang. unvonini berishdi. Emir Kusturitsani butun jahonga mashhur kinorejissyor, Oltin palma yaprog'ini Kanni 2 marotaba olgan inson. Berlin ayiqini ham olgan, Venetsiyani ham olgan. U juda bir mashhur inson. Shu odam bilan endi to'g'risi studentligimdan ko'rish orzuyim edi. Va nasib qildi, Qozon kinofestivalida ko'rishdik va mehmonxonada men unga Poincaré filmini qo'yib berdimda, telefonda qarangda. Soat kechasi 3 gacha hali filmni ko'rdim. Endi Dilorampa bitta narsa aytaman. Sizni ayniqsa chiqqan joylar tizzalariga urib ko'radi endi. Tizzalariga urib kuladi. Hali voy shunaqa maza qilyapti. Tarjimasini ham beryaptimi endi? Subtitr bor. Tagida subtitr bor, lekin u tushunyapti ma'zini. Tushunyapti. Oxirida ham ancha gaplashdi. Film tugagandan keyin shunda o'rnidan turdida, qo'lini shunda menga cho'zdida. Я вас приглашаю официально на кинофестиваль Кустендорф dedi. Men aytdim, xursand bo'ldim-da, endi men o'yladim filmni chaqiradi yoki meni mehmon sifatida chaqiradi deb o'yladim. Oradan vaqt o'tdi, xat kelyapti. Siz asosiy hakam bo'lib chaqirilyapsiz deydi. Kustendorf kinofestivalida 3 ta asosiy hakam. Demak, ssenaristlardan chaqirgan Sandra Veronezini, italyan yozuvchisi bor. Juda bir mashhur. Keyin qizlardan, aktyorlardan Bayana Panish degan aktrisani chaqirgan, bu jahonga mashhur va rejissyorlardan men 3 ta asosiy hakam. Endi tasavvurlang, bitta shu film, Poincaré film shu inson bilan meni do'stlashtirdi. Undan keyin Toshkentga chaqirdik, uyimda mehmon bo'ldi, men uni uyida mehmon bo'ldim. Mana o'tgan yil 70 yoshini nishonlab, 70 yoshiga borib chaqirdi. Halizgacha mana to'g'risi bir oyda juda bo'lmasa bir marta qo'ng'iroqlashamiz, telefonlashamiz va shu asar ikkita men ijodkorni birlashtirdi, yaqinlashtirdi va meni ham orzuyimga yetishtirdi. So'qoq taraflarda olinganda juda chiroyli, tabiati juda chiroyli uylar, o'sha eski retro davrga olib ketadigan muhit bor u joyda. Tabiati juda yoqqan menga. So'qoqdagi syomkalarimiz sovuq edi, siz ham sovuq edi. Rustam akani ham obraz ajoyib, Karimov. Rustam akani ham muncha joylari bor, lekin o'sha ham zo'r obrazda. Bunda har bittasi hal etganimda epizod bo'lsa ham kichkina joylar ham har bitta xarakter yaxshi ochilgan. Endi u yerdagi alohida epizoddan tashqari o'sha sahna ajoyib. Sahna ham. O'tirgan ikkita so'laqmon yigit, mana qachon uylantirasiz deb, siz ota, ona, mana shu sahnani o'zi. O'sha portretni o'zi bir mana Samiddinni, ya'ni qahramonimizni imkonsiz, ilojsiz, chorasiz ahvoli ko'rsatilyapti o'sha yerda. Haligi ikkita bolani o'tirishi, ruhsiz, lo'pillab, mana shundoq qilib o'tirishlari Tayyor qilsang yeyman deb o'tirib. To'pilari, chochlari ajoyib. Qandaydir bir tasviriy san'at yaratilgan, bir sahna yaratilgan. Hammaga rahmat kelganinglar uchun, chaqirishgani uchun ko'rsatuvga va Poincaré to'g'risida ko'rsatuv qilishgani uchun rahmat deymiz. Umuman olganda maza qildik o'zimiz ham rosti. 10 yil bo'lib tadqiqotga qarang, Poincaré asariga siz bilan ish boshlaganimizga, lekin tasvirga olish ishlarini 21-yil boshlaganmiz, 4 yil bo'libdi. Shu 4 yillik voqealarni esladik, suhbatlashdik, o'zimiz ham haqiqatan ham maza qilib bir eslashib oldik. Madaniy hayotimizda ham bir yangilik bo'lgan, voqea bo'lgan va har bittamizni hayotimizda ham, aktyorlik hayotimizda ham muzaffar voqea bo'lgan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana qayta boshqa ijodiy ishlarimizda ko'rishguncha xayr. Salomat Sog' bo'ling. bo'linglar.